Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, guruhimiz a'zolari. Bugun shanba 18 aprel 2026-yil. O'zimda akaxonim Nasimxon aka mana 040 desa hamma taniydi buni. Qo'y oldi. Aka, qo'ylar qalay ekan? Qo'ylar zo'r. Xursandmisiz? Rahmat, xursandmiz. Qo'ylarni qalay tanlab oldingizmi o'zingiz? Yo mana noy deb majburlandim. Yo'q, qo'ylar tanlab oldik. Xudo xolasa kelaverasizlar. Bu rayonimizdagi nimalarimizga aytamiz, rayondoshlarimizga, aqabaqa boshqa rayonlarga o'tmaysizlar. Mana o'zimizning ukalarimiz Mirzohid akam, o'g'illari mana chiroylab bitirib berishdi. Boshqa yoqlar tavsiya qilyapti. Besharqacha borib keldik, lekin bunaqa nima topolmadik. Tanlanib qolingan mollar ham, qo'ylar ham boshqa joyda. Mana bu yerda xudo xolasa mana zo'rlarni oldik. Akam aytmoqchi, fuqarolarga qo'y beringlar, xohlagan joydan olsin, aqabaqa boringlar demanglar. Deyapti. Endi olgungacha ancha qiyinchilik bo'ldi. Aytdan olmaysiz, bu yerdan olasiz degan narsalar bo'pti. Endi hammani vijdoniga bog'liq, insofdan man o'ziga bersin. Mana qo'chqarni qarang. 100 kilo oshirdi mana. Arashan sog'liqlar bilan, bolalari bilan berdik. Barakasini bersin aka. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, sana.